Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi navbatdagi videomiz ultrafioletoviy lampani ta'mirlash jarayonlari. Mana ultrafioletoviy lampani ichida mana maxsus lampani ishga tushiradigan bloki bo'ladi. Mana bloki mana nimadan iborat? Mana rostlovchi, bizda mana blok питания, kondensator, mana ikkita tranzistor lampani ishga tushiradi. Bu qurilmamiz suvda ishlatiladi. Suvni bakteriyalardan ultrafiolet yordamida tozalash uchun ishlatiladi. Mana lampalari maxsus lampa. Maden usi. İçida maxsus kolba bor. Kolbaning ichida mana bu yoqda suv kirib, bu tomondan suv chiqib ketadi. Mana shuni ta'mirlash jarayonlari. Hozir mana bu ikkita blogimiz, ikkita lampamiz yonmayapti. Bitta lampamiz soz holatda. Hozir mana tranzistorlarni tekshiramiz, diodlarni, kondensatorlarni tekshirib, ta'mirlab va ishga qo'shamiz. Bipolyar tranzistorimiz TT2194 tekshirdik. Hozir nosoz holatda, nasib bo'lsa bilan almashtiramiz. Keyin bir qiziq jihatni ko'rib qoldim. Mana tranzistorimizning maxsus sovutgich radiatoriga o'rnatilgan, mana termostat o'rnatilgan. Mana fazamiz termostat orqali keyin plataga kelyapti. Mana termostatimiz 85 gradus Selsiy. Tranzistorimiz 85 gradusdan oshadigan bo'lsa, uning ichidagi kontakt ajralib, platani to'liq tokini uzadi. Rasmda ko'rganlaringizdek, ushbu tranzistorimizda mana birinchi oyoqchasi bu baza, o'rtadagi oyoqchasi bu kollektor va chekkadagi oyoqchasi, o'ng qo'l tomondagisi bu emitter. Bu tranzistorimizning o'tkazishi NPN. Ikki xil o'tkazuvchi tranzistorlar bor, PNP va NPN. Bu NPN degan. Oddiy tushuntirganda NPN bu ya'ni bazaga qizil shubni qo'yasiz va qora shub bilan kollektor va emitterni tekshirasiz. Teskari tekshirganingizda hech qanaqa qarshilik bo'lishi kerak emas. Hozir bizda baza va emitterning o'rtasida 0.80 ohm qarshilik chiqyapti va teskari tekshirganimizda ham xuddi shunday qarshilik chiqyapti. Bu tranzistorimizning ishdan chiqqanidan dalolat beradi. Biz keyingi videolarimizda tranzistorlar haqida batafsil videolar qilib boramiz. Elektrotexnika uz kanalini kuzatib boring va yaxshi, sizlar foydali kontentlar chiqarishga harakat qilamiz. Mana bazamiz va mana emitterimiz. 85 ohm qarshilik va teskari tekshirganimizda ham endi mana ishlaydigan tranzistorni ko'rsatamiz. Mana bu o'tkazgichda yo'q, mana yo'q. Mana NPN o'tkazgichda mana qizil shub bazada turadi va qora shub bilan kollektor mana 0.85 va mana o'zaro hech qanaqa o'tkazuvchilar yo'q. Mana bu ishlaydigan tranzistorimizni tekshirish jarayoni. Mana tranzistorni almashtirdik. Mana blogimiz ishlayapti. Mana lampamiz yonyapti. Chirog'imiz. Ushbu bunaqa ultrafiolet chiroqlari sotuvda bor. Olib turib xonadonlarga ham o'rnatishingiz mumkin va xavfsiz, bakteriyasiz suvlardan foydalanishingiz mumkin. Mana hurmatli obunachilar, ultrafiolet chiroqlarimizni uchalasi ham yonmoqda. Ta'mirimizdan keyin
ultrafiolet chiroqlari uchalasi ham soz holatga keldi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, izohlar yozib qoldiring va Elektrotexnika.uz kanaliga obuna bo'ling.